bo'ladida. Xo'sh, Faxriddin aka yana qo'shiq eshitamizmi bo'lmasa? Albatta. Faxriddin aka marhamat. Endi mavzumiz nima haqida bo'ladi? Endigi qo'shig'imiz Murodjon Ashur degan bir shoir ukamiz bor Jarqo'rg'on tomonidan. Ana shu ukamizni qalamiga mansub Armonim degan bitta qo'shiq yaratganmiz. Ana shu o'sha qo'shiqni beramiz. Aha. Ayradır, mening yo'lim ayradır. Sevib seni yo'qotdim, mening ko'nglim yaradır. Sening yo'ling ayradır, mening yo'lim ayradır. Sevib seni yo'qotdim, mening ko'nglim yaradır. Armonim, armonim, sevgim bo'ldi armonim, hijronim. Hicranım, sevgim buldu hicranım. Armanım, armanım, sevgim buldu armanım. Hicranım, hicranım, sevgim buldu hicranım. Şahrida yuraydi, ko'nglim senga beraydi. Baxt shahrida yuraydi, sevgan edim bir seni, davru davro suraydi. Sevgan edim bir seni, davru davro suraydi. Armonim, armonim, sevgim bo'ldi armonim. Hijronim, hijronim, sevgim bo'ldi hijronim. Armanım, armanım, sevgim buldu armanım. Hicranım, hicranım, sevgim buldu hicranım. Sen o'zganing ko'nglida, mening ko'nglimda o'zga. Sen o'zganing ko'nglida, mening ko'nglimda o'zga. Ayriliqning kamoni tegib o'tmoqda bizga. Ayriliqning kamoni tegib o'tmoqda bizga. Armanım, armanım, sevgim buldu armanım. Hicranım, hicranım, sevgim buldu.